Assalomu alaykum muhtaram tabarruk nuroniylar. Sizlarni 9-may xotira va qadrlash kuni hamda 2-jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan samimiy qutlaymiz. Bugun vatan va xalq ozodligi yo'lida mardlik va jasorat namunasini ko'rsatib, jang maydonlarida jonini fido qilgan ota-bobolarimiz mustaqillik yillarida xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini himoya qilish hamda o'z xizmat burchini ado etish yo'lida halok bo'lgan jasur xodimlarimiz xotirasini yod etamiz. Ularning pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Shu o'rinda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida mehnat qilgan barcha faxriylarimizga yuksak hurmat va ehtirom izhor etamiz. Sizlar barcha ishlarimizda dono maslahatgo'y, tog'dek tayanch bo'lib, xalqimizni rozi qilish yo'lidagi islohotlarimizga qo'shayotgan hissangizni yuksak qadrlaymiz. Sizlar bilan cheksiz faxrlanamiz. Fursatdan foydalanib bugungi tinch va ozod, erkin hayotimiz, musaffo osmonimiz uchun sizlarga yana bir bor chuqur minnatdorchilik bildirib, sizlarga sihat, salomatlik, baxt, saodat, xonadoningizga qut-baraka, doimo hayotimizga fayz berib, el yurtimiz ardog'ida bo'lib yurishingizni tilaymiz. Baxtimizga hamisha omon bo'ling.